Bugun men pensiyani bank kartasiga oladigan barcha fuqarolar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari, qo'shnilari uchun ham kerak. Chunki birgina e'tiborsizlik sabab pensioner odam o'z pulini vaqtida ola olmay qolishi, kartasi bloklanishi, hisobidan pul yechilib ketishi yoki qarzi bo'lmasa ham muammoga duch kelishi mumkin. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyani kartaga oladiganlar oxirigacha eshitsin. Men bugun mutaxassis sifatida oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalar o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Eng muhimi, muammo chiqmasligi uchun nima qilish kerak? Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyani naqd pul shaklida olar edi. Kimdir mahalla orqali, kimdir pochta orqali, kimdir bank kassasidan naqd qilib olardi. Odam pulni qo'lga olgach, mana pensiyamni oldim deb xotirjam bo'lardi. Kartaga o'tish esa ko'p qulaylik berdi. Pul avtomatik tushadi. Navbatda turish kamayadi. Do'konda to'lov qilish mumkin. Farzandlar uzoqda bo'lsa ham kartani nazorat qilib yordam bera oladi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Bank kartasiga pensiya olish qulay bo'lgani bilan bir nechta xavf va nozik jihatlar paydo bo'ldi. Birinchisi, karta muddati tugashi mumkin. Ikkinchisi, karta bloklanishi mumkin. Uchinchisi, firibgarlar pensionerlarni aldab SMS kodini olib qo'yishi mumkin. To'rtinchisi, ayrim holatlarda qarzdorlik, aliment, kredit, sud qarori yoki majburiy ijro byurosi bilan bog'liq masalalar bo'lsa, hisobdagi pulga cheklov qo'yilishi mumkin. Beshinchisi, pensionerning shaxsiy ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa yoki bank qayta identifikatsiya talab qilsa, operatsiyalar vaqtincha cheklanishi mumkin. Eng yomoni shuki, ko'p pensionerlar kartadagi pul qayerga ketayotganini bilmaydi. SMS xabar kelmaydi yoki telefon farzandida bo'ladi. Ba'zida karta qo'shnida, qarindoshda yoki bozordagi tanishda yuradi. Pin kod qog'ozga yozib qo'yiladi. Natijada pensiya tushadi, lekin odamning o'zi pulni ko'rmaydi. Shu sabab men bu videoda hamma pensiyasidan ayriladi deb qo'rqitmoqchi emasman. Men aytmoqchi bo'lgan yomon xabar shuki, endi kartaga pensiya olayotgan odam pulini saqlash uchun avvalgidan ko'ra hushyorroq bo'lishi kerak. E'tiborsizlik juda qimmatga tushishi mumkin. Avval pensiya olish jarayoni ko'proq naqd pulga bog'liq edi. Pensioner uyida o'tirardi, belgilangan kunda pul berilardi yoki o'zi borib olardi. Xavf asosan bitta edi. Pulni yo'lda yo'qotish, o'g'irlatish yoki uyda saqlaganda ehtiyotsizlik. Hozir esa pul raqamli muhitga o'tdi. Bu juda katta o'zgarish. Hozir bank kartasi oddiy plastik emas. U bank hisobiga ulangan moliyaviy vosita. Unda pin kod bor, SMS tasdiqlash bor, mobil ilova bor, bankomat bor, terminal bor, onlayn to'lovlar bor. Bularning hammasi qulay, lekin har birida xavf ham bor. Masalan, kimdir men bank xodimiman, kartangiz blok bo'ladi. SMS kodni ayting desa, pensioner ishonib qolishi mumkin. Aslida bank xodimi hech qachon SMS kod, karta paroli, pin kod so'ramaydi. Yana bir o'zgarish shuki, banklar mijoz ma'lumotlarini yangilab turadi. Pasport almashtirilgan bo'lsa, telefon raqam o'zgargan bo'lsa, karta egasi uzoq vaqt bankka bormagan bo'lsa, ayrim xizmatlar cheklanishi mumkin. Bu bankning yomonligi uchun emas, xavfsizlik talablari uchun qilinadi. Lekin pensioner buni bilmasa, nega pensiyamni ola olmayapman deb sarson bo'ladi. Yana bir muhim o'zgarish, qarzdorlik bilan bog'liq avtomatlashtirilgan tizimlar kuchaydi. Agar fuqaro nomida sud qarori asosida undiriladigan qarz, kredit bo'yicha majburiyat, kommunal yoki boshqa ijro hujjati bo'lsa, hisob raqamga cheklov tushishi ehtimoli bor. Men bu yerda hammani qo'rqitmayapman. Chunki pensiya mablag'lariga nisbatan qonunchilikda cheklovlar, ushlab qolish me'yorlari, himoya qilinadigan daromad turlari bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda odamlar baribir bankka, ijro organiga, pensiya bo'limiga yugurib yuradi. Sababi oldindan tekshirmaydi. Eng avvalo, kartasining muddati tugayotgan pensionerlar xavotir olishi kerak. Kartaning old tomonida oy va yil yoziladi. Masalan, 0726 bo'lsa, karta 2026 yil iyul oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugasa, pensiya hisobga tushishi mumkin. Lekin karta orqali yechib olish yoki to'lov qilish qiyinlashadi. Ba'zi banklar avtomatik yangi karta chiqaradi. Ba'zilari esa mijoz murojaatini kutadi. Shuning uchun karta muddatiga qarash juda muhim. Ikkinchi toifa, telefon raqami o'zgargan yoki SMS xabarnoma ishlamayotgan pensionerlar. Masalan, onaxonning kartasi bor,
Lekin SMS xabar keladigan raqam o'g'lining eski raqami. O'g'il boshqa raqam ishlatadi. Pensiya tushadi, kimdir pul yechadi. Lekin onaxon bilmaydi. Keyin bank pulimni yeb qo'ydi degan gap chiqadi. Aslida muammo nazorat yo'qligida bo'ladi. Uchinchi toifa kartasini boshqalarga berib qo'yganlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensioner boboning kartasi nevarasida, pin kod ham unda. Nevara bobomga olib beraman deydi. Avvaliga hammasi yaxshi, keyin asta-sekin 100 ming, 200 ming, 500 ming so'm xarajat qilinadi. Bobo esa pensiyam kamayib ketdi deb o'ylaydi. Karta egasi o'zi bo'lsa ham, karta va pin kodni boshqaga berish juda xavfli. 4-toifa kredit yoki kafillik masalasiga kirgan pensionerlar. Ba'zan pensioner farzandiga yordam beraman deb kreditga kafil bo'ladi. Farzand to'lamasa majburiyat pensionerga ham ta'sir qilishi mumkin. Yoki pensionerning o'zi kichik kredit olgan bo'ladi. Pensiyadan to'layman deydi. Keyin kechikish chiqadi. Bunday holatda bank hisobiga cheklovlar, avtomatik yechimlar, ushlab qolishlar bilan bog'liq savollar paydo bo'ladi. Har bir holat hujjatga bog'liq. Shuning uchun hamma pulni olib qo'yadi. Deyish noto'g'ri. Lekin xavf borligini bilish kerak. 5-toifa firibgarlarga tez ishonadiganlar. Telefon qilib, sizga kompensatsiya chiqdi. Pensionerlarga qo'shimcha pul berilyapti. Kartangiz tekshiruvdan o'tishi kerak. Pensiya jamg'armasidan gapiryapmiz deb aldashadi. Keyin karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, pin kod so'rashadi. Pensioner shu ma'lumotlarni aytsa, pul bir necha daqiqada yo'qolishi mumkin. Agar kartangiz muddati amalda bo'lsa, SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizda bo'lsa, pin kodni hech kim bilmasa, bank ilovasiga begona odam kirmagan bo'lsa, qarzdorlik masalalari bo'lmasa, siz juda katta xavotirga tushmasangiz ham bo'ladi. Pensiyani kartaga olishning o'zi yomon emas. Aksincha, to'g'ri ishlatilsa, karta juda qulay. Lekin xotirjam bo'lish, beparvo bo'lish degani emas. Men doim aytaman. Pensionerning kartasi uy kaliti bilan bir xil. Uy kalitini har kimga bermaysiz-ku, kartani ham bermaslik kerak. Pin kod esa seyf paroli. Uni qog'ozga yozib, karta bilan birga hamyonda saqlash eng katta xato. Agar hamyon yo'qolsa, karta ham, parol ham birga ketadi. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartaning muddati 1420 edi, lekin u bunga e'tibor bermadi. May oyida pul tushdi. Lekin bankomat karta bilan operatsiyani rad etdi. Otaxon pensiyam tushmabdi deb pensiya bo'limiga bordi. U yerda pul o'tkazilgan deyishdi. Keyin bankka bordi. Bank kartangiz muddati tugagan, yangi karta ochish kerak dedi. Natijada oddiy ish uchun 2 kun sarson bo'ldi. Agar u bir oy oldin kartaga qaraganida muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol. Samarqandda bir onaxonning pensiya kartasi kelinida bo'lgan. Kelin har oy pul yechib berishini aytgan. Dastlab to'lib bergan, keyin komissiya ushladi. Bankomat kam berdi. Qarzga olib turdim degan bahonalar chiqqan. Onaxon bankdan ko'chirma olganda, do'konlardan to'lovlar, pul o'tkazmalari, naqd yechimlar bo'lganini ko'rgan. Bunday holatda oilaviy nizo chiqadi. Bank esa pin kod bilan operatsiya qilingan deydi. Isbotlash juda qiyin. 3-misol. Farg'onada bir pensionerga qo'ng'iroq qilishgan. Sizga davlat tomonidan 600 ming so'm qo'shimcha to'lov chiqdi. Kartangizni tasdiqlash kerak deyishgan. U karta raqamini aytgan. Keyin SMS kelgan. SMS kodini ham aytgan. Bir necha daqiqadan keyin kartasidagi 900 ming so'm yechib olingan. Bu holatda odam ko'pincha bankni ayblaydi. Lekin SMS kodni o'zi bergani sabab pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. 4-misol. Pensioner farzandiga kredit olishda kafil bo'lgan. Farzand ishsiz qolib to'lovni to'xtatgan. Keyin bank va sud orqali undirish jarayoni boshlangan. Otaxon men o'zim kredit olmaganman dedi. Lekin kafil bo'lish bu shunchaki imzo emas, bu moliyaviy javobgarlik. Agar ijro hujjati chiqsa, bank hisoblari bilan bog'liq cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Shu sabab pensionerlar kafil bo'lishdan oldin 2 marta emas, 10 marta o'ylash kerak. Endi juda muhim nuqtani aytaman. Pensiya kartaga tushgani bilan bu pulning huquqiy maqomi oddiy pul o'tkazmasidan farq qilishi mumkin. Ayrim holatlarda pensiyadan ushlab qolish faqat belgilangan tartibda va belgilangan miqdorda bo'lishi kerak. Masalan, sud qarori, aliment, ortiqcha to'langan summa, kredit majburiyati kabi masalalarda hammasi hujjatga qarab hal bo'ladi. Shuning uchun agar sizning pensiya kartangizdan noma'lum ushlab qolish bo'lsa, darhol vahimaga tushmang, lekin jim ham turmang. Bankdan yozma ma'lumot, hisob ko'chirmasi va ushlab qolish asosini talab qiling.
Yana bir nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyin karta orqali pul yechish. Ba'zi oilalarda baribir otamizning pensiyasi edi deb vafotdan keyin kartadan pul yechishadi. Bu juda xavfli. Chunki vafot holati qayd etilgandan keyin ortiqcha tushgan yoki noto'g'ri yechilgan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Meros, dafn puli, olinmay qolgan pensiya kabi masalalar alohida tartibda hal qilinadi. Shunchaki kartani olib bankomatdan yechish keyinchalik huquqiy muammo tug'dirishi mumkin. Yana bir masala ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, uzoq hududda yashasa, uning nomidan pensiya masalalarini yuritish uchun notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Karta va PIN kodni berib qo'yish ishonchnoma o'rnini bosmaydi. Ishonchnoma rasmiy hujjat, karta paroli esa shaxsiy maxfiy ma'lumot. Farqini tushunish kerak. Bank komissiyalari ham alohida mavzu. Ba'zi bankomatlardan pul yetganda komissiya bo'lishi mumkin. Ayniqsa boshqa bankomatidan foydalansangiz. Pensioner pensiyamdan ushlab qolishdi deb o'ylaydi. Aslida u komissiya bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z bankingiz bankomatidan foydalaning. Iloji bo'lsa bankdan qaysi operatsiyalar bepul, qaysilari pullik ekanini so'rab oling. Yana bir noaniq holat. Karta blok bo'lsa ham pensiya yo'qolib ketmaydi. Ko'pchilik shundan qo'rqadi. Agar karta muddati tugagan yoki bloklangan bo'lsa, odatda pul bank hisobida turadi. Siz shaxsingizni tasdiqlab yangi karta ochib yoki bank kassasi orqali masalani hal qilishingiz mumkin. Lekin bu vaqt oladi. Shu sabab oldindan harakat qilish eng to'g'ri yo'l. Men sizga firibgarlarni tanish uchun aniq belgilarni aytaman. Agar qo'ng'iroq qilgan odam SMS kod so'rasa, bu firibgar. Agar PIN kodni so'rasa, bu firibgar. Agar hozir aytmasangiz kartangiz bloklanadi deb shoshiltirsa, bu firibgar. Agar pensionerlarga maxfiy yordam puli bor, hammaga aytmang desa, bu firibgar. Agar Telegram orqali havola yuborib, karta ma'lumotlarini kiritishni so'rasa, bu juda katta xavf. Davlat tashkilotlari va banklar sizdan maxfiy kodlarni so'ramaydi. Yana bir keng tarqalgan usul. Sizning nomingizga pul o'tkazmasi kelib tushdi. Qabul qilish uchun kartangizni tasdiqlang. Odam xursand bo'lib ma'lumotlarini kiritadi. Aslida bu soxta sayt bo'ladi. Sayt ko'rinishidan bankka o'xshaydi. Logotipi ham bor. Ranglari ham o'xshash, lekin manzili boshqa. Pensioner buni farqlay olmaydi. Shuning uchun eng yaxshi qo'yda hech qachon begona havola orqali karta ma'lumotini kiritmang. Birinchi qadam, kartaning muddatini tekshiring. Karta old tomonida yozilgan oy va yilga qarang. Agar muddat tugashiga ilg'i oy qolgan bo'lsa, bankka boring. Pasport yoki ID karta, pensiya kartasi telefoningizni olib boring. Bankdan yangi karta chiqarish tartibini so'rang. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan uyga xizmat bor yo'qligini yoki ishonchnoma bilan kim borishi mumkinligini aniqlang. Ikkinchi qadam, SMS xabarnomani tekshiring. Pensiya tushganda xabar keladimi? Pul yechilganda xabar keladimi? Agar kelmasa, bankka boring yoki kol markaziga murojaat qiling. Telefon raqami to'g'ri ulanganini aniqlang. Eng yaxshisi, xabar pensionerning o'z telefoniga kelsin. Agar pensioner telefondan foydalana olmasa, ishonchli farzandi bilan birga nazorat qilsin. Lekin karta va PIN kod baribir himoyada bo'lsin. Uchinchi qadam, bankdan hisob ko'chirmasini oling. Oxirgi 3 oy yoki 6 oy uchun ko'chirma so'rang. Qayerdan qancha pul tushgan, qayerga qancha yechilgan, qaysi do'konda to'lov qilingan, komissiya bo'lgan hammasi ko'rinadi. Agar siz tushunmagan operatsiya bo'lsa, bank xodimidan izoh so'rang. Zarur bo'lsa, yozma ariza qoldiring. 4-qadam, PIN kodni almashtiring. Agar PIN kodni sizdan boshqa odam bilsa, darhol almashtiring. Uni tug'ilgan yil 1121, 1234, 1000 kabi oson raqam qilmang. PIN kodni qog'ozga yozib kartaga yopishtirmang. Karta bilan birga saqlamang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, ishonchli usul toping, lekin begona odam ko'rmaydigan qilib saqlang. 5-qadam, mobil ilova masalasini tekshiring. Agar sizning kartangizga mobil bank ulangan bo'lsa, u qaysi telefonda ishlayapti? Ba'zan nevarasi ilovani o'z telefoniga o'rnatib oladi. Pensioner bilmaydi. Bu xavfli. Bankdan karta bo'yicha ulangan qurilmalar. Xizmatlar haqida so'rang. Keraksiz xizmatlarni o'chiring. Agar onlayn to'lov kerak bo'lmasa, limitlarni kamaytirish mumkinmi? Bankdan so'rang. 6-qadam. Qarzdorlikni tekshiring. Agar hisobingizga cheklov tushgan bo'lsa, bankdan cheklov kim tomonidan va qaysi hujjat asosida qo'yilgan deb so'rang. Agar majburiy ijro byurosi bilan bog'liq bo'lsa, ijro bo'limiga boring. Pasport, bankdan olingan ma'lumot,
Pensiya tushumi bo'yicha hujjatlar bilan murojaat qiling. Agar xatolik bo'lsa, uni yozma tartibda bartaraf etishni so'rang. Og'zaki gap bilan chexlanib qolmang. 7-qadam. Pensiya bo'limi bilan ma'lumotlarni moslang. Pasport almashtirilganmi, familiya o'zgarganmi, yashash manzili o'zgarganmi, bank rekvizitlari to'g'rimi? Shularni tekshiring. Agar pensiya tushmay qolsa, birinchi navbatda bankdan hisob holatini, keyin pensiya bo'limidan o'tkazma holatini so'rang. Pul yo'qoldi deb aytishdan oldin qaysi bosqichda to'xtayini aniqlash kerak. 8-qadam. Yaqinlaringizga oddiy qoida yozib bering. Masalan, SMS kodni hech kimga aytmayman. PIN kodni hech kimga bermayman. Kartani begona odamga bermayman. Bank yoki pensiya bo'limi nomidan qo'ng'iroq qilishsa, o'zim bankka borib tekshiraman. Bu qoidani uyda ko'rinadigan joyga yozib qo'yish mumkin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin ko'p odamni firibgarlikdan saqlab qoladi. Agar kartangizdan siz qilmagan operatsiya bo'lsa, vaqtni yo'qotmang. Darhol bank kol markaziga qo'ng'iroq qilib kartani bloklating. Keyin bankka borib yozma ariza bering. Arizada sana vaqt, summa, operatsiya turi, siz bu operatsiyani qilmaganingizni aniq yozing. Bankdan arizangiz qabul qilingani haqida nusxa yoki raqam oling. Agar firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qiling. Telefon raqami, yozishmalar, SMSlar, havola, bank ko'chirmasi hammasini saqlang. Hech narsani o'chirib tashlamang. Ba'zan odam uyalgani uchun aytmaydi. Qanday qilib aldandim deb jim yuradi. Bu eng katta xato. Qancha tez murojaat qilinsa, pul harakatini kuzatish imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. Agar qarindosh kartadan ruxsatsiz foydalangan bo'lsa, bu yanada og'ir masala. Oilada gaplashib hal qilish mumkin, lekin katta summa bo'lsa, huquqiy yo'lga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun avvaldan kartani bermaslik eng yaxshi himoya. Bankka borganda odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Pasport yoki ID karta. Karta o'zi ham kerak bo'ladi. Telefoningizni ham olib boring. Chunki SMS tasdiqlash bo'lishi mumkin. Agar boshqa odam pensioner nomidan borayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Agar cheklov yoki ushlab qolish bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz, bank ko'chirmasi, cheklov haqida ma'lumot, pensiya tushganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Pensiya bo'limiga borganda pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, bank rekvizitlari, karta yoki hisob raqam ma'lumotlari, ariza kerak bo'lishi mumkin. Agar muammo vafot etgan pensioner meros, olinmay qolgan pensiya bilan bog'liq bo'lsa, o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa hujjatlar talab qilinadi. Har bir holatda hududingizdagi mas'ul tashkilotdan aniq ro'yxatni so'rang. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, pensiyani kartaga olish yomon emas, lekin karta bilan bog'liq xavflar ko'paygan. Karta muddati tugashi, SMS ishlamasligi, telefon raqami noto'g'ri bo'lishi, firibgarlarga ishonish, qarzdorlik bo'yicha cheklovlar, notanish operatsiyalar, bularning barchasi pensioner odamni sarson qilishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Bugun videoni ko'rganingizdan keyin ota-onangizning, buvingizning, bobongizning pensiya kartasini tekshirib bering. Muddatiga qarang, SMS kelishini tekshiring, bankdan ko'chirma olishni o'rgating. PIN kodni hech kimga bermaslik kerakligini tushuntiring. Agar biror muammo bo'lsa, ertaga emas, bugun harakat qiling. Chunki pul kartadan chiqib ketganidan keyin uni qaytarish doim ham oson bo'lmaydi. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar kartadan pul olishda qanday muammolarga duch kelishyapti? Karta bloklanishi, pul kechikishi, firibgar qo'ng'iroqlar yoki komissiya masalasi bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir pensiyasini firibgarlardan saqlab qolishi mumkin.